Lekin PSJdan o'tib ketsa, oltin to'p pishdi. Javob aniqmi? Yo'q, mana misol nimadir bo'lgan bo'ladi. Jarima zarbasini o'zi borib turib, urilib, o'sha joyda hali sekinlashtirilgan kadrda yuzi hali to'p desa, aniq g'alati rasmlar bor-ku o'zi. Messi g'alati bo'lib ketdi bor-ku. Emotsiyasi. Nima bo'lsa ham o'sha yerda yiqilishim kerak dedi, kirib keta olmadi. Kirsa ham kirishi mumkin edi. Oldin kirardi. Oldin o'sha 4 dan ichidan ham kirardi. Hozir kira olmadi, lekin jarima zarbasi bo'lgandan keyin ana endi misol Ronaldoga hozirgacha havoda hech kim qarshilik qila olmayapti. To'g'rimi? Ikkinchi qavatda. Ikkinchi qavatda hali ham yomonda. To'rtburchakning ichida shu yoshida bo'lsa ham, ana kimman ko'kureklarni damini berib yubordi. Ikkita harakat qiluvdi. Bo'lmasa necha yosh farq o'rtada. Oxirgi anaqalarni ishlatyapti. Bularni tomchi olib qolgan. Ha, yutuqli tomonlarini, ballarini, mana shu tomonda ko'p. Chunki ikkalasida rostdan ham juda ko'p sifat bo'lgan ekan. Men shuni bildim. Zo'r narsa o'qidim.